Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari va keyingi zakazlarimizni Namangan viloyati Chust tumani olib keldik. Chust tumaniga mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda 5 ta eshik, 3 ta ram olib keldik. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu yerda bitta katta to'rqanotligimiz kvadrati 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatish ichida bo'lyapti. Bularimiz mana derazalarimiz, oynalar doimgidek germetiklangan. Buni qorali oldi, qora solib berdik. Mana qora aynak. Ko'rib turibsizlar. Mana bu dilalik eshiklarimiz. Tepasiga mana qora aynak solib berganmiz. Qora gulli aynak. Mana bunga ham tepasiga qora gulli aynak solib berganmiz. Mana romlarimiz ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqdi. O'rnatib bering dedi, o'rnatib berdik mana. Ko'rib turibsizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishicha rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.